Ekranlaringiz qarshisida bir jinoyat ustidan ko'rsatuvi. Demak, boshladik. Ko'rganingizdek mana bu Sh ismli shaxs hozirgina mana bu hujradan chiqib keldi. Hujrada nima ish qilgan bundan mening xabarim yo'q. Ko'rganingizdek Sh ismli shaxs qilgan jinoyatdan bo'yin tovlagan holatda ichki ishlar xodimidan qochib ketmoqda. Matbuot xizmati sayyod.com hamda bir jinoyat izini ko'rsatmalar. Mana ko'ryapsizmi? Jinoyatlarga nisbatan qilgan muomalasini ko'rib qo'ying. U juda ham yomon shaxs. Sh ismli shaxs. Jinoyatchimiz bir chekkaga yashirinib olib, o'zining jinoiy sheriklari, ya'ni hamtovoqlari bilan suhbat qurmoqda. Suhbatga oydinlik kiritish uchun keling u bilan yuzlashamiz. Janob, qurolingizni tashlang va politsiyaga taslim bo'ling. Har xil predmetlar, ya'ni ashyolar bilan afsuski hujum qilmoqda mana. Ko'rib turibsiz. Barchasini o'z ko'zlaringiz bilan qarang. Toshlarni otmoqda mana, tosh. Yog'och, hatto igonik yo'q. O'g'irlarni ham mana ko'rib turibsiz. Juda ham xavfli shaxs. Bunday shaxslar jamiyat uchun juda ham xavfli hisoblanadi. Shu bilan ko'rsatingiz o'zini